Dostlarınız obdan mehmon qildingizmi? Üçümüz kiygan kondajıga. Şu aran üçümüz 370 koylak tamak yaptığımız. 370 ko'ylak. Bo'libdi-ku. Kelar ketim mutaraq mehmon qilib qo'yasizlar-da. Hey Raz, maaşınız odum ya? O de. Maşın to'xtatib pul etitay sizga. Etyaptimmi? Hey, aran 5500 koy etipsiz go? Şu asli 7000 koy pul uribdi ekan. 500 koyni o'zim poch xarajat qilay deb ep qoldi menimda. Qolgan 1000 koy etchimsa? O 1000 koyga bir tal oyoq, bir tal ishton, ham bir mayka, yana bir tal chapan oldim. Nima? 1000 koylar kiyim alayotgan gapmi? Avval tushuntirishim. Hey, nimin tushuntirdi nimin ey? Hey, 1000 koylar kiyim kechak alayotgan gapmi? Dak buydim boshqacha kiyim kechak alayotgan gap. Hey, ma turmush lozimmi? Sizga lozim emasmi? 1000 koylar kiyim kechak alaysiz, ma aydin nimiyat nimishimiz biz? Bunda chechilib ketmay turing ha. Bugun bizning to'y xotiri. Voy bo'ldi. To'y xotiri kunimizda deblamki, menga maslahat solman 1000 koy pul kiyim kechak alayotsangiz, 90 bo'ldi mashinay. 90 mashinay. Hey, bu Meryem. Bu Meryem. Bu Meryem. To'xtang. Neymanınız? Ben abamdan kilitme. Sizce hatalıqınızı tunup ciberişep şu pulunu izine epkege vaxtınızda andikin kiley. Hey, to'xtab turing ha. Ne oldu? Tutub turing bir minut ha. Apamızı keteme deseniz ben sizin tosmaytma. Bakın manasınız olsun ağaç gitar. Bu sizden alaka yeni ağan kıymet pulluk kiyim keçekler olsaysa bu ne pis nimi kılım ben? Bu mağağın kimli mi? Sizge ağan kimli? Nime? Sizge? Bunun emmisi ayal çıkan o. Muşlan emmini min koy kaldınız mı? Hey bu siz saxtımal uçurap kaldınız mı? Min koy bunçula kiyim bəməydi bazada. Aldın qıtım mı ağan ayığımdan ki üzləm ki 1200 koy ağan. Bir ağan ikin sel bir beləraq kiyməsiz olmamdı. Bunda əzəm pullu kiyim gecəni koçuğu kiyip çıqır olamdı. Şu bugün bizning to'y qilgan xotir kunimiz ekan. Sizga bir kiyim kechak sovg'a qilay deb o'zim bozor ilinib olgan. Kishi bo'lgandan keyin bu ayolining kiyimini tushunib ketmay ekanmiz. Yaramagan bo'lsa men ep kiyib turing endi. Undadan bana başlam degan bo'lsangiz qaysi do'kondan noji kiyim kechak balıqni deb birtibmasmi? Voy bo'ldi bu kiyim kechakni qaytarib o'tib boshqa kiyim kechak olamsa? Bu alaqanni ep bo'ldi, buni qaytarib qo'yolmaydi. Buni ustiga tushdan keyin men ish qilmasam bo'lmaydi. Bak yaratmasan soningizga bilan soningiz o'zim kiyib olsin. Sonlimga? Emsi mani sonlimga berib olsam, menga qaysidan qimmatroq kiyim kechak olib beramsiz? Siz apingizmi yumanganmi? Shu qimmat kiyimni apingiz deb bersin endi. Ayollar suyulishga muhtoj bo'lganidek, biz erlarmi kuyinishga muhtoj bo'lib qolamiz ba'zida. Qilganni bilmas odam uchun yuragingizni sug'urib bersangizmi, sizdan rozi bo'lmaydi.